Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana hozir Rossiyadan kelgan 2 etajli vagonimiz tez orada yengillik bo'ladi. Mana o'rtoqlar, bu birinchi qavati. Yana hozir ikkinchi qavatga chiqib ko'rsataman. Bu vagonimiz o'zining ichiga 100 ton kishini sig'dira olar ekan. Bu ikkinchi qavati mana. Zidonalarni o'g'illari ham keng bemalol o'tib suyanib ketsa bo'ladi. Keyin mana joylarda chiqarib ovqatlanib misol uchun choy ichib ketsa ham bo'ladi. Mollarni bemalol uzatib ketishga qulayligini usullar ekan. Bunday darajada suyanib o'tib ketsa bo'ladi. Bu standart holati, bu suyangan holat. To'g'ri. Juda qulay. Bularda ham orqasida bemalol choy ichib ovqatlanib ketadi. Stulcha qilsa bo'ladigan joylar bor ekan. Bu tablosida vagonning ichidagi vagon tashqarisidagi haroratni ko'rsatib turar ekan. Bu yerda mana kurlerlari birinchi etajga tushib, birinchi etajni ham ko'rsataman hozir. Bu yerda o'zi keyingi vagonga chiqib ketadigan joylari, tualetlari. Bu avtomatik o'zi ochilar ekan. Yo'q kelganmi? Birinchi qavatda.